O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq mamlakatimiz jurnalistikasi rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh soha vakillari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida Zarafshon va Samarqandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyatining katta musahhihi Rim Mustakimov ham bor. U ko'p yillik samarali mehnati uchun Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Sarlavhalar, qishloqlarni obodonlashtirishga oid maqolalar, viloyat hayotidagi muhim yangiliklar, Sevimli gazetasida hamisha kunning eng dolzarb mavzulari yoritiladi. Rim Mustakimov mamlakat va viloyatdagi eng muhim yangiliklardan doimo xabardor. Bu shunchaki gazeta o'qishga bo'lgan qiziqish emas, har bir satrni sinchiklab ko'rib chiqish, har bir xatoni topish, tuzatish musahhih sifatidagi kasbiy burchidir. Впервые порог редакции я переступил. Dastlabki bir necha yil eski binoda ishladim. Bu 1977-yil 23-mart edi. Bu yerga mutlaqo tasodifan kelib qolganman. O'sha paytlarda gazeta qanday tayyorlanishi, tahririyatda qanday ish olib borilishi haqida umuman tasavvurim yo'q edi. Avvaliga shogird sifatida ish boshladim, keyin esa musahhih bo'ldim. Ish juda qiyin edi. Eng avvalo, biror so'zni tuzatishga ham ikkilanar edim. To'g'ridek tuyuladi, ammo baribir shubha qoladi. Shunda muallifning oldiga borib, shunday qoldirsak bo'ladimi deb so'radim. U esa yo'q, bu so'zni olib tashlagan ma'qul. Shunda matn yaxshiroq jaranglaydi derdi. Shu tariqa tajriba orttirib bordim. И потом идешь назад уже. Bugun esa qahramonimiz qancha sondagi gazetani mutolaa qilib chiqqanini sanashning o'zi qiyin. Qariyb yarim asr mehnat faoliyatini sevimli kasbiga bag'ishlagan Rim aka uchun musahhihlik shunchaki ish emas, hayot mazmuniga aylangan. Bugun sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar shu kasbga kirib kelayotgan bo'lsa-da, tahririyatda barchaning hurmatiga sazovor bo'lgan Rim aka hamon o'zining o'zgacha tajribasi bilan qadrlanadi. Bu yilgi kasb bayrami esa u uchun unutilmas voqeaga aylandi. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'p yillik samarali mehnati munosib baholanib, Do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Ну, без меня, но со мной. Qariyb yarim asr musahhih sifatida mehnat qildim. Rostini aytsam, bu mehnatimni ko'proq o'zim bilardim, ammo mehnatim davlatimiz rahbari e'tiboridan ham chetda qolmagan ekan. Mening faoliyatim munosib baholanib, Do'stlik ordeni bilan taqdirlandim. Bu prezidentimizning oddiy mehnat qilishlariga bo'lgan yuksak e'tiborining yana bir yorqin ifodasi. Bunday e'tirof insonni xotirjam qilib qo'ymaydi. Aksincha, yanada mas'uliyatli bo'lishga, yaxshiroq ishlashga undaydi. Chunki bu mukofot senga bo'lgan ishonch ramzi. Endi ana shu ishonchni oqlash uchun yanada astoydil mehnat qilish kerak. Buning uchun prezidentimizdan minnatdorman. Mukofotni olish uchun sahnaga ko'tarilayotganimda juda hayajonlandim. Atrofimda o'tirganlarning barchasi yurtimizda katta obro'-e'tiborga ega, o'z sohasining ustozlari edi. Shunday insonlar bilan bir safda bo'lish men uchun ulkan sharaf va iftixor bo'ldi. Благодарность президенту. Bugun viloyat gazetasi Samarqandskiy Vestnik nomi bilan faoliyatini davom ettirmoqda. Nashr adadi avvalgi yillarga nisbatan kamaygan bo'lsa-da, gazeta dolzarb mavzularni yoritishda davom etmoqda. Shu bilan birga internet va ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat ham tobora kengaymoqda. Eng muhimi, Rim aka kabi o'z kasbiga sadoqatli insonlar bor ekan, gazetalar har bir bosma so'zning savodxonligi va sifatli chiqishiga ishonch bilan qaraydilar.